Bugungi darsimiz hosilaga nisbatan yechilmagan birinchi tartibli tenglamalarga doir misollar yechish. Leksiyada o'ttizlar xira bu mavzuni. Demak, birinchi misol x barobar y hosila ko'paytiruv sinus y hosila. Ushbu tenglamani yeching. Demak, endi biza bu tenglamani ishlash uchun e, parametr kiritish usuli yordamida ishlaymiz. Ya'ni y hosilani p parametr yordamida belgilab olamiz. Y hosila degani dy taqsim dx, mana shu yerdan dx topamiz. Dx barobar dy taqsim p. Ana endi y hosilani p parametr orqali belgilab olganimiz uchun mana bu yerda tenglamadagi y hosilaning o'rniga p ni qo'yamiz. Ya'ni x barobar p ko'paytiruv sinus p. Endi shu tenglikni har ikki tomonini differensiallab beramiz. Dx barobar dp sinus p. Buni p ko'paytiruv sinus p'ni p bo'yicha differensiallaymiz. Ya'ni ko'paytmaning differensiali bo'ladi. Birinchi p'ni p'dan hosila ko'paytiruv sinus p plus p ko'paytiruv sinus p'ning hosilasi dp. Ana endi bu p hosila degani 1 ga teng. Sinus p'dan hosil olsa kosinus p bo'ladi. Natijada dx barobar sinus p plus p ko'paytiruv kosinus p dp. Ana endi biza dx degan ifodani topib qo'yibmiz. dy taqsim p ga teng. Shu dx o'rniga dy taqsim p ni qo'yadigan bo'lsak, natijada tenglamamiz dy taqsim p barobar p ko'paytiruv kosinus p plus sinus p dp. P'ni tenglikni o'ng tomoniga ko'paytiruv qilib o'tkazamiz. dy barobar p ko'paytiruv p kosinus p plus sinus p dp. Qavsni ochib ko'paytirib chiqamiz. Natijada dy barobar p kvadrat kosinus p plus p ko'paytiruv sinus p dp. Tenglikni har ikki tomonini integrallab beramiz. Integral dy barobar integral p kvadrat kosinus p plus p ko'paytiruv sinus p dp. Ana endi shu ifodani integrali. Demak, bu ifodani shakl almashtiramiz. Ya'ni ko'paytmani hosilasiga keltiramiz. Mana bu p ko'paytiruv sinus p ni yozamiz. 2p sinus p minus p sinus p. Keyin bunga kosinus p'ni qo'shib, kosinus p'ni ayirib qo'yamiz. Qo'shib ayiramiz. Natijada mana bu birinchi ikkita ifodamiz p kvadrat ko'paytiruv kosinus p'ni hosilasini beradi. Mana bu ikkalasi esa p ko'paytiruv kosinus p'ni hosilasini beradi. Oxirgi kosinus p'miz esa sinus p'ni hosilasini beradi. Demak, mana bu ifoda umumiy holda to'la differensial beradi ekan. Bu to'la differensialni differensial ichine kiritib yozsak, mana shunday ifoda hosil bo'ladi va har ikki tomonidan integral bilan differensiallar qisqarib ketib, y barobar p kvadrat kosinus p plus p kosinus p minus sinus p plus s. Y topdik. Yuqorida x ham topib qo'ydik. X barobar p sinus p, y barobar p kvadrat kosinus p plus p kosinus p minus sinus p plus s. Ya'ni bu parametrga bog'liq tenglama hosil bo'ldi. P deganimiz parametr, ixtiyoriy haqiqiy son. P parametrimiz, x va y'lar esa parametr orqali topilgan parametrik tenglama bo'ldi. Mana shu parametrik tenglamamiz yuqoridagi berilgan differensial tenglamaning yechimi hisoblanadi. Keyingi misol, ikkinchi misol. Y hosilani kvadrati minus y kvadrat teng 0. Ushbu tenglamani yeching. Demak, bu tenglamani ishlash uchun biz oldin y hosilani kvadratini topamiz. Y kvadrat bu tarafa plus bo'lib o'tadi. Keyin har ikki tomondan ildiz chiqaramiz. Y hosila barobar plus minus y.
Ana endi y xosila barobar plus minus y bu o'zgaruvchilar ajraladigan tenglama. Y xosilani o'rniga dy taqsim dx qo'yamiz. Y chap tomoni bo'luv bo'lib o'tadi, dx ko'paytiruv bo'lib o'tadi. Dy taqsim y barobar plus minus dx. Integrallar beramiz har ikki tomonni. Integral dy taqsim y barobar plus minus integral dx. Dy taqsim y integrali ln y barobar plus minus x plus y topamiz. Shu yerdan y darajasi bo'lib o'tadi. Y daraja plus minus x plus s'ni ln'si orqali ifodalasak ham bo'ladi. Ln'si deb. Va mana bu y daraja ln s deganimiz s oldina ko'paytiruv bo'lib chiqadi. S ko'paytiruv y darajasi plus minus x. Natijada funksiyamiz ikkita funksiyaga ajraladi. Ya'ni bu tenglamani ikkita funksiyasi bor, ikkita yechimi bor. Y barobar s ko'paytiruv y daraja x yoki y barobar s ko'paytiruv y daraja minus x. Umumiy yechimga ega bo'ladi. Demak, mana shu tenglamaning umumiy yechimi mana bu ikkita funksiyadan iborat ekan. Uchinchi, demak, misolimiz ushbu y hosila plus 1 ning qaus kubi barobar 27 x plus y kvadrat tenglamani yeching. Bu tenglamani ishlash uchun x plus y ni t orqali belgilaymiz va x plus y ni demak ikki tomonidan hosil olamiz. X hosilasi 1, y hosilani o'zi t hosila. T hosila barobar y hosila plus 1 bo'lar ekan. Demak, tenglamadagi y hosila plus 1 ni o'rniga t hosila qo'yamiz. X plus y o'rniga t ni qo'ysak, natijada tenglama t hosilaning kubi barobar 27 t kvadrat. Ikki tomondan kub ilzosti olsak, t hosila barobar kub ilzosti 27 t kvadrat yoki 3 kub ilzosti t kvadrat. T hosilani dt taqsim dx deb belgilab olamiz. Dt taqsim dx barobar 3 kub ilzosti t kvadrat. Endi bu kub ilzosti t kvadratni tenglikning chap tomoniga bo'luv qilib o'tkazamiz. Dx esa o'ng tomoni ko'paytiruv qilib o'tkazamiz. Natijada bu integral olamiz har ikki tomonidan. Integral t'ning minus 2 taqsim 3-si dt barobar integral 3 dx. Mana buni demak integralini hisoblaganda daraja 1 qo'shiladi va darajaga bo'linadi. Ana shu demak 3 dx ni integrali 3x plus buni soddalashtirsak 3 t'ning 1 taqsim 3-si. 3 bo'luv qilamiz. 3 bo'luv bo'lib o'tsa, 3x ni 3 bo'lsa x bo'ladi. Bu s taqsim 3, s taqsim 3 ni s orqali belgilash mumkin. Demak, kub ilzosti t barobar x plus s, bu yerdan kuba oshiramiz. Va t o'rniga x plus y qo'yib yozamiz. Chunki biz yuqorida x plus y ni t orqali belgilagandik. Demak, t o'rniga x plus y ni qo'ysak, kub ilzosti x plus y barobar x plus s bo'ladi va kubga oshiramiz. X plus y barobar x plus s'ning kubi. Bu yerdan y topadigan bo'lsak, x plus s'ning kubi minus x. Mana bu hosil bo'lgan funksiyamiz berilgan, yuqoridagi berilgan mana bu tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi. Keyingi tenglamaga o'tamiz. Berilgan ushbu y kvadrat ko'paytiruv y hosilan kvadrat plus 1 barobar 1 tenglamani yeching. Mana shu tenglamani ishlash uchun y hosilani topamiz bu yerda. Buning uchun y kvadrat bo'luv bo'lib o'tadi. Bu tarafga y hosilan kvadrat plus 1 barobar 1 taqsim y kvadrat 1 minus bo'lib o'tadi. 1 taqsim y kvadrat minus 1. Undan ildizosti olamiz. Y hosilan kvadrati bo'lgani uchun y hosila barobar ildizosti 1 minus y kvadrat taqsim y kvadrat. Y hosila degan dy taqsim dx barobar ildiz ostida
1 minus y kvadrat taqsim y. Mana bu ifodani bu tarafa bo'luv qilib o'tkazamiz. Dx'ni ko'paytiruv qilib o'tkazsak, y taqsim ilzosti 1 minus y kvadrat dy barobar dx. Har ikki tomonni integrallab beramiz. Integral y taqsim ilzosti 1 minus y kvadrat dy barobar integral dx. Demak, bu integralni hisoblasak, ilzosti 1 minus y kvadrat barobar minus x plus s. Bu yerdan x'ni bu tarafa plus qilib o'tkazsak, mana bu oshkor emas ko'rinishdagi funksiya berilgan tenglamaning umumiy integrali deyiladi. Demak, umumiy integralini topdik. Beshinchi misol. Hurmatli talabalar, tushunib o'tiribmisizlar? Va domla tushunib o'tiribmiz. Hamma eshitib o'tiribmi? Eshityapmiz domla. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum domla, avang eshitib o'tiribmiz. Va alaykum assalom. Yaxshi, eshitib o'tiringlar. Tushunmasangizlar orada savol berib o'tiringlar. Kuri faqat men gaplab o'tirsam darsimiz sal jonsizroq bo'ladi. Sizlar ham savol berib tushunib o'tiringlar yoki tushundik deb aytib o'tiringlar. Demak, keyingi misolimiz x ko'paytiruv y hosilani kvadrati barobar y. Tenglamani yeching. Bu tenglamani ishlash uchun ham birinchi navbatda y hosilani topamiz. Buning uchun y hosili oldida turgan x ni bu tarafa bo'luv qilib o'tkazamiz. Natijada y hosilani kvadrati barobar y taqsim x bo'ladi va kvadrat bo'lgani uchun y hosilani topish uchun ildizdan chiqaramiz. Plus minus ilzosti y taqsim x. Va bu y hosila degani dy taqsim dx barobar plus minus ilzosti y taqsim ilzosti x ga teng. Ana endi buni o'zgaruvchilarga ajraladigan tenglama bo'lgani uchun o'zgaruvchilar ajratamiz. Ya'ni dx ni tenglikni o'ng tomoniga o'tkazsak, ilzosti y ni chap tomoni bo'luv qilib o'tkazamiz. Natijada dy taqsim ilzosti y barobar plus minus dx taqsim ilzosti x. Bu tenglikni har ikki tomonini integrallab beramiz. Ya'ni mana bu differensialni yo'qotish uchun integral qilamiz. Integral differensial bilan o'zaro teskari amal bo'lgani uchun bir-birini qisqartirib beradi. Integral differensialni yo'qotadi yoki differensial integralni yo'qotib tashlaydi. Shunda demak, dy taqsim ilzosti y ni integrali 2 ilzosti y barobar plus minus dx taqsim ilzosti x ni integrali 2 ilzosti x. Ikkilarni qisqartirib beraman. Bu yerda s taqsim 2 bo'ladi. Biz uni yana s orqali belgilashimiz mumkin. Ya'ni ilzosti y barobar plus minus ilzosti x plus s. Har ikki tomonni kvadrati oshiramiz. Kvadratni oshirsak y barobar cos plus minus ilzosti x plus s ning cos kvadrati. Mana endi bu cos kvadrat bo'lgani uchun buni minus chiqarib yozsak, ilzosti x plus minus s bo'ladi. Biz shu plus minusni sini o'zi orqali ifodalab qo'yishimiz ham mumkin. Bu berilgan ixtiyoriy haqiqiy son. Natijada y barobar cos ilzosti x plus s ning kvadrati bo'ladi. Bu berilgan tenglamaning umumiy yechimi hisoblanadi. Javob shu. Demak, endi keyingi tenglamamiz. Ushbu tenglamani yeching. X barobar y hosilani kubi plus y hosila. E'tibor qilsangizlar, bu tenglamada y hosilani topish qiyin. Murakkab narsa y hosilani topish. Shuning uchun biz bu tenglamani ishlash uchun yangi parametr kiritish usulidan foydalanamiz. Yangi parametr kiritish usuli qanday bo'ladi? Y hosilani p orqali belgilab olamiz. Va y hosila degani dy taqsim dx barobar p.
Mana endi mana shu yerdan dx topamiz. P bölü bo'lib o'tadi. Dx ko'paytiruv bo'lib o'tadi. Dx barobar dy taqsim p. Va mana bu tenglamadagi y hosila o'rniga p'ni qo'yamiz. Natijada x barobar p kub plus p. X topamiz bu yerdan. Endi y topish uchun mana shu ifodani differensiallab yuboramiz. Har ikki tomonni differensiallaymiz. Dx barobar d p kub plus p. P kub plus p'dan hosil olamiz. 3p kvadrat plus p'ni hosilasi 1 dp. Ya'ni dx barobar 3p kvadrat plus 1 dp. Mana endi dx ni o'rniga dy taqsim p qo'yamiz. Mana bu dx o'rniga dy taqsim p qo'ysak, tenglama quyidagi ko'rinishni oladi. Dy taqsim p barobar 3p kvadrat plus 1 dp. Mana bu mahrajda turgan p'ni bu taraf o'ng tarafga ko'paytiruv qilib o'tkazamiz. Dy barobar p 3p kvadrat plus 1 dp. Qavsni ochib chiqamiz, p'ni ko'paytiramiz. Dy barobar 3p kub plus p dp. Tenglikni har ikki tomonni integrallab beramiz. Integrallasak, integral dy barobar integral 3p kub plus p dp. Y ni integral, dy ni integrali demak y ni o'zi 3p kubni boshlang'ichi 3 taqsim 4 p'ni 4-si plus p'ni boshlang'ichi 1 taqsim 2 p kvadrat plus s. Natijada mana y ni ham topdik. U holda mana bu x barobar p kub plus p, y barobar 3 taqsim 4 p 4-si plus 1 taqsim 2 p kvadrat plus s. Bu parametrik tenglama bo'ldi. Mana shu parametrik tenglamamiz, ya'ni parametrga bog'liq tenglama yoki funksiya desam bo'ladi. Parametrga bog'liq funksiya. Mana shu parametrga bog'liq funksiyamiz berilgan mana bu differensial tenglamaning umumiy yechimi deyiladi. Bu yerda p istalgan haqiqiy son, ya'ni parametr orqali belgilangan. S esa konstanta. Tushunarli bo'ldimi? Ha, domla, tushunarli. Yaxshi, tushungan bo'lsangizlar, keyingi tenglamaga o'tamiz. Xo'p, keyingi tenglamamiz. Ushbu x ko'paytiruv y hosila kvadrat minus 1 barobar 2y hosila. Tenglamani yeching. Bu tenglamani ishlash uchun ham yangi parametr kiritish usulidan foydalanamiz. Ya'ni y hosilani p orqali belgilab olamiz. Y hosila barobar p. Natijada dy taqsim dx teng p bo'ladi. Bu yerdan dx topamiz. Dx tenglikni o'ng tomoniga ko'paytiruv, p esa bo'luv bo'lib o'tadi. Natijada dx barobar dy taqsim p. Endi mana bu yuqoridagi y hosila degan tenglamadagi y hosila o'rniga p ni qo'ysak, x ko'paytiruv p kvadrat minus 1 barobar 2p. Bu yerdan x topamiz. P kvadrat minus 1 bo'luv bo'lib o'tadi bu tarafga. P
p teng emas 1 degan shart qo'yiladi. X barobar 2p taqsim p kvadrat minus 1. Buning har ikki tomonini differensiallab beramiz. Dx barobar 2p taqsim p kvadrat minus 1 ning hosilasi dp, ya'ni p bo'yicha hosil olamiz. Bu bo'linmaning hosilasi. Avval suratining hosilasi ko'paytiruv mahrajni o'zi minus surati ko'paytiruv mahrajining hosilasi taqsim mahrajning qaus kvadrat. Mana bu yerda yozdim. Demak, 2p ning hosilasi 2 ning o'zi bo'ladi. Mahraj p kvadrat minus 1 minus 2p ning o'zi ko'paytiruv mahrajining hosilasi p kvadrat minus 1 taqsim p kvadrat minus 1 ning qaus kvadrat ko'paytiruv dp. Ya'ni mana shu bo'linma hosilasi shu. Endi buni hosil olamiz. P kvadrat minus 1 ning hosilasi 2p bo'ladi. Minus 1 ning hosilasi 0 yozilmaydi. 2p mana bu 2p ga ko'paytiriladi, 4p kvadrat bo'ladi. Bu qausni ham ochib chiqamiz. 2p kvadrat minus 2 minus 4p kvadrat. 2p kvadratdan 4p kvadratni ayırsak minus 2p kvadrat minus 2 ning o'zi taqsim p kvadrat minus 1 ning qaus kvadrati. Ana endi mana shu ifoda demak dx ga teng. Dx barobar minus 2. Bundan minus 2 ni chiqardim qausdan tashqariga. P kvadrat plus 1 taqsim p kvadrat minus 1 ning qaus kvadrati. Endi bu tenglikni har ikki tomonni integrallaymiz. Integral dx. Endi shu dx ni o'rniga mana bu yerda dx topib qo'yibmiz. dy taqsim pni qo'yish kerak. Demak, dx o'rniga dy taqsim pni qo'yamiz. Integral dy taqsim p minus 2 integral p kvadrat plus 1 taqsim. Mana bu p kvadrat minus 1 ni ko'paytuvchilar ajratganman. P minus 1 p plus 1 deb. Shunda p minus 1 ni kvadrati, p plus 1 ni kvadrati dp. Xo'sh, endi mana bu p ni bu tarafga ko'paytiruv qilib o'tkazamiz. dy barobar minus 2 integral p kub plus p taqsim p kvadrat minus 1 ning kvadrati dp. Endi biza shu integral hisoblash bu ancha murakkabroq. Endi murakkabligi qayerda? Mana bu berilgan murakkab kasrni sodda kasrlarga ajratib chiqish kerak. Sodda kasrlarga ajratib uni integrallasak, demak javob mana bu ko'rinishni oladi. Mana hozir bu yerga qog'oz sig'magani uchun to'g'ri natijani o'zini yozib qo'ydim, lekin buni hisoblash mumkin. Faqat sodda kasrlarga ajratib hisoblaymiz. Xo'p, natijada demak tenglamani yechimi parametrik funksiyaga ajraldi. Ikkita x barobar 2p taqsim p kvadrat minus 1, y barobar 2 taqsim p kvadrat minus 1 minus ln modul p kvadrat minus 1 plus s. P bu yerda parametr plus minus 1 ga teng emas. S esa istalgan haqiqiy son konstanta. Natijada mana berilgan tenglamaning umumiy yechimi hosil bo'ldi. Hurmatli talabalar, eshityapsizlarmi? Tushunarli bo'ldimi tenglamamiz? Turibdi, domla. Misollar yechilishi. Savollar bormi menga? Savol bormi? Yo'q, domla, savolimiz yo'q. Domla tushunarli bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lmasa, qaranglar. Mana bu kitob bor. Bu kitobni boya guruhlaringizga bu kitobni o'zi avvalam tashlaganman. Agar bo'lmasa qarasizlar. Kitobni usti differensial tenglamalar, avtori O'razbayev, Hayitmetov. Agar guruhga hozir yana bir marta qaytadan tashlab qo'yaman.
Guruhda bol domla tashlagan. Ha, tashalganmiz bu. Endi 3 kitobni demak uyga vazifa. Hmm, Mana shu hozir biza mana shu mavzuni qaranglar. Hosilaga nisbatan yechilmagan birinchi tartibli tenglamalar. Mana shu mavzuni misollarini ishladik. Shu yerdan 6-7 dona misol, bu yerda 1-2 misolni o'zi ishlanishi ham bor. O'zlaringiz ham mustaqil ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu Lagrange tenglamasi, keyin Clairaut tenglamalar degan tenglamalar bor. Uni biz keyingi darsda o'tamiz, xudo xolasa. Bu Lagrange tenglamasi bilan Clairaut tenglamasini e'tibor qilmaysizlar. Mana bu yerda Clairaut tenglamasi degan tenglama ham bor. Bularga e'tibor qilmanglar. Bular ham shu bugungi mavzuni ichindagi mavzu. Lekin bizning rejamizda alohida berilgan bu ikki mavzu. Ikkita tenglama. Bularni keyingi darsda ko'rsataman, xudo xolasa, keyingi shanba kuni. Biz hozir shu yerdagi tenglamalardan ishladik. Mana bu tenglamani ishladik, bu tenglamani ishladik. Mana bu tenglamani ham ishladik. Keyin shu yerda bu tenglamani ishladik. Keyin bu tenglama bilan bu tenglamani ham ishladik. Endi sizlar shularni o'zlaring mustaqil ravishda yana bir marta ko'rib chiqinglar. 462 gacha bo'lgan tenglamalardan ishlab ko'ringlar. Bu tenglamalarni tushunmasangizlar mani liskama yozinglar bemalol. Xursandman. Shu biroz talabalar menga misollarni ishlab tashlab turibdilar. Tekshirib bering, domlalar ko'rib bering deb, lekin yaxshi ishlab turibdilar. Hammasi deyarli to'g'ri ishlab tushunib, молодец, yaxshi, xursandman. Endi qolganlar ham harakat qilinglar, iloji boricha ishlanglar. Hali mustaqil ish beramiz bular bo'yicha. Shu mustaqil ishlarni topshirasizlar yakuniy topshirma qilganlaringizda. Oralikni onlayn topshirsangizlar, yakuniyni offlayn topshirasizlar. Shu vaqtda mustaqil ishlarni ham topshirib ketasizlar. Mustaqil ish topshirganlaringizda shu misollar ishlaysizlar va shulardan ichimdan savol-javob qilib mustaqil ishlaringiz qabul qilamiz. Xudo xolasa uni bahosi ham shu inobatga olinadi. Esa uyga vazifa tushunarli 413 dan 462 gacha bo'lgan oralikda misollar ishlaysizlar. Savollar bo'lsa menga liskama tashlayveringlar. Bemalol xohlagan vaqtda yozib tashlab qo'yinglar. Men ko'rib, ochib, tekshirib yana sizlarga javobini yozib qo'yaman. Misollarni Domlalar, demak daftara ishlaysizlardan, daftar tutib qo'ysizlar, daftara ishlaysizlardan shu daftaringiz misollarini skaner etib, telefonda skaner nala bor, o'zi programmalar ustanovka qilib qo'yinglar. Masalan, mana men shuni qog'ozda misollarni ishlab, keyin skaner etib telefonda, keyin fayl shaklda, PDF shaklda sizlarga uzatib turibman. Sizlar ham xuddi shunday oq qog'ozda ishlashlaringiz shart emas. Daftar tutinglar, daftara ishlaganlaringizni menga PDF fayl etib yuboringlar. Men PDF fayllaringizni ham yo'llab domlalar, beraman. Kimdadir domlalar, savol assalomu bormi? alaykum. Kimdir gaplar turibdi. Assalomu alaykum, domlalar. Alaykum assalom. Akşam bir gün yine müstakil iş bertirişken sonra görüp bakalım modalar düşersiniz bakalana ya. Fakat koşumçalar istemem bu. Sağlar. Yo, bular qo'shimcha yana qarang, oraliq nazorat bo'ladi, yakuniy nazorat bo'ladi. Keyin mustaqil ish bo'ladi-da, mustaqil ish bo'ladi. Bu mustaqil ishlarni ham bizadan rektorat tomonidan tekshiriladi-da. Shu mustaqil ishlarni qabul qilib olib, shularni saqlab qo'yamiz. Keyin yozda hisobotda biza topshiramiz buni rektoratga. Hisobot etib beriladi-da biza. Shu vaqtda sizlar shu daftara yozib, chizib, ishlab, agar bizlar yana offlayn natasizlar-ku imtihon topshirasizlar. Yakuniga ham vaqtda topshirib ketasizlar shu daftarlaringizni. Modulda başka modulda işlesek ona alohida bakar koyasınız. Ava, moduldagilarni ham ishlaysizlar. Endi nima deydi, uyga vazifa bu cheklanmaganda, uyga vazifa-ku aslında.
Bu Aa, cheklanmagan. Xohlasangiz yana qo'shimcha adabiyotlardan ham ishlayverasiz. Faqat masalan bu misollar emas. Masalan internetdan ha, bunday differensial tenglama amaliy mashg'ulot degan kitoblardan ko'p. Bu hozirgi bu bu kitobimiz o'zlarimizni Urganch davlat universitetini professor o'qituvchilari yozgan, o'zlarimizni ustozlarimiz shuni kitobi bular. Xohlasangiz masalan rus adabiyotlari bor. Boshqa ha, bir universitetni domlalari masalan Farg'onali bir ustoz yozgan kitoblar bor. Buxorolik domlalarning kitoblari bor. Milliy universitetni ustozlari yozgan kitoblar bor. Agar internetdan topsangiz ulardan ham ishlayvering. Muammo yo'q hech qanday. Muhimi shu mavzuga doir kamida bir 30-40 ta misol ishlasangiz shu mavzuni yaxshi o'zlashtirib bilasiz. Maqsad shu bu yerda. Maqsad u yani tekshirib ha, baho qo'shimcha qo'yish emas. ravishda. Maqsad shu talabalar shu Ha, mavzuga doir misollarni yaxshi ishlashni o'rganish. ha. Sizlarga domla Domla, katta rahmat. domla modulda vazifalar uchun deb grafa ajratilgan. O'rga nima yuklaymiz sizlar? Siz boshida shu o'tilgan mavzular bo'yicha 5 ta Ha, lista shu ishlarni hozir mana ishlab Telegramdan fayl tashlab tursizlar-ku, PDF fayl qilib. Ana shularni yuklab qo'ysangizlar bo'ladi shu yerga. Ha, shu qilib. masallarni yuklasak ham bo'ladimi? Ha, bo'ladi, bo'ladi. Ha, rahmat domla katta yaxshi. Bo'ladi, yaxshi. Savollar bo'lsa bemalol ichkama yozib tashlanglar. Misollarni tushunmagan joylaringizni, shu misolni tushunmay turibman domla desangizlar, men shu misolni ishlab tushuntirib beraman. Xo'p bo'ladi. Tushunarli domla, rahmat. Mayli bo'lmasa bugungi darsimizni yakunlaymiz. Savollar bo'lsa bemalol beringlar. Hali 5 minut vaqtimiz bor ekan. Savol bo'lmasa yakunlaymiz. Savolimiz yo'q, domla, rahmat kattakon. Mayli sog' bo'linglar. Rahmat, domla. Xo'p.